Yangi kelgan ishchiga ham hayronsan. Ertalabdan chaqirib olib, nima bor? Voy. Qalaysiz? Yaxshiman. Bugun nima menga mukofot? O'zing ko'rib boraver. Bugun qimmatli mukofot deb erta chaqirib oldi. Nollar o'tgan qoladi, mayli. Jangdan oldin olmay nollar. O'z ovqatini 2dan o'qigan ekan. Keyin bu jon to'ldiruvchi dalaman. Ikkinchi rejali. Ana bu kim? Shu yozlar ham jonimga tegib ketdi. Har bir yerda paydo bo'laveradi. Nima menga tashlanmayapsizlar? Meni pulim ko'p bo'lgan bilan o'tgan safar bobomni o'lganini bilib qolganimdan keyin xafa bo'lyapman. Rostdan ham bobom tirikmi yoki o'lik? Qani, jangchilar qarab bo'lar ekan. Bo'ldi, adashib ketdim. Ishimsan kuchli degan nima bu? O'sha ketib qoldi. Senmi jangchi? Birda. Nima bu qo'rqoqmi? Arzimagan narsa uchun meni chaqirib olishibdi. Bu o'rg'olar bilan jang qilib to'xta. Sen juda naryoqdagi qo'rquvchiga o'xshar ekansanmi? Bazoqqa tushganda. Nima bo'ldi? Nimadir fish dedi. Bu da kuchsiz. Nimadir berdi. Nima? Tushunmadim. Bular g'alati. Bu juda boshqacharoq bu. Ikkiga bo'linib ketdim. Tushunmadim-ku, lekin o'rtada zerikarli. Men keldim bu yerga. Ha, keldingmi? O'tgan safarga xatni sen ham men ichimda o'qiganing, to'g'rimi? Ha. Men hozir to'xtab turing. O'qigandim. Bobom rostdan tirik yoki o'likligini bildingmi? Yo'q, bilolmadim. Sen var bobomga xizmat qilgansan-ku, u aytmaganmi? Aytmagan. Menga bu yo'q endi aytishim taqiqlangan. Bobong tirik yoki o'likligini ham men senga aytmayman. Mayli bo'lmasa aytmasang aytma. Endi men uyga borishim kerak. Dinozavrimga kimni ko'rdimmi? Bular mashq qilib. Yaxshiroq mashq qiling. To'xtang. Men sizga yo'lingizga yurgan narsa qo'yib berishim kerakmi? Yo'q, men odamni qanday tez yurishni mashq qildiryapman. Ha, mayli, hop. Dinozavrim. Qani bu yerda dinozavrim bor edi? Nima? U bilan o'ta yaqin bo'lib qolgandi, yo'q bu yerda. Men bilaman u qayerga ketganini. Qayerga ketgan aytchi? Qo'shnimizning uyi buzilib ketibdi. Mana bu yerlar ham. Dinozavr u qo'shnining uyini yeya boshladi qonunojligidan. Qo'shning esa uni afsusga o'ldirdi. Qo'shnining o'zi qani? Dinozavrini yeb tashladi. Aldama. Men aldaganim yo'q. Rostdan yeb tashladi. U qanday o'ldirgan bo'lsa yo'l edi. Uni ikkinchi dinozavring edi, ya'ni timsohga o'xshagan dinozavring edi. Hamma yo'q menga minus ishlayapti. Men senga bobom qayerdaligini aytishim mumkin, lekin bitta shart bilan. Nima shart? Bobom tirikmi? Endi u yoqni aytmayman. Bobong bilan men yaqin do'st bo'lganman. Bobong doim baland binolarni ustida o'tirishni yaxshi ko'rardi.
Bunga qarab, men sen olasang bobongni top, xohlasang topma. Ha, mayli. Endi men ketdim. To'xta, qayerga ketyapsan? To'xta. U ketib qoldi. Mana bir g'alati topdim. Tushga shekilib ketdi. Chiqishga qiyin. Aha. Mana. Oho, kitoblarim ham anchadan beri o'qimadim. Sandig'im bo'sh. Bunga bistaklarni solib beraman. O'tgan safar bobomning qilichlarini shunga solib qo'ygandim. Tashqariga olib ketganman va qaytib kirib shunga solib qo'yganman. Nima? Bobomning qilichi qani? Bu yerlarda yo'q. Sandiqdachi. Balki mana buni pastda qolib ketgandir. Yo'q, buni pastda ham yo'q. Nima bo'ldi? Qayerga ketgan bo'lishi mumkin? Qayerda yo'qolgan bo'lishi mumkin? Uning o'rniga g'alati narsa qolib, oltin o'zimda bor edi. Baba, nima qildingiz? Bobom tirikligi 100% amin bo'ldim endi. Qanday qilich? Bobom menga aytib bergan afsonadagi eng kuchli qilich-ku bu. Afsona bo'yicha 7 qilich bo'lgan. Olov qilichi, suv qilichi, cheksizlik qilichi va xuddi shunday yana boshqa qilichlar bo'lib ketavergan. Eng kuchlisi esa ularni bir-birini bog'lab turadigan qizil qilich bo'lgan. Ya'ni olov rang qilich. Uni kuchi yo'q bo'lgan. Uni kuchi bo'lgan, faqat bitta bo'lmagan. Uni kuchi shunchaki urush bo'lgan, lekin hamma narsalarni bir lahzada yo'q qilib tashlagan. O'sha qilich-ku axir bu. Ochmasam buni boshqa kuchlari ham bo'lish kerak, bobom aytib bergan. Qalqon kuchi, uchish kuchi, uchish kuchidan hozir foydalansam nari qochib ketaman va yana shu yerda paydo bo'laman. Va qo'shiq kuchi. Qo'shiq qildi. O. To'g'risini aytsam, shunday qilib ko'nglimni ko'tarmasam, boshqa payt ko'tara olmayman. Bobomdan ayrildim, eng yaqin dinozavrimdan ayrildim. Yo'q, men uchib yurgan. Senga uchib o'rgataman. Kim meni urdi? Regeneratsiya bo'lasanda. Tupurma. İki bölge çalıp düşünmedim. Yağmur ham yağıp yubordi. To'g'risini aytsam, endi bu hayotda menga yashashda ma'no yo'q. Ana bu adashmasam nimadir degandek bo'ladi, bobongni yaxshi yurgan joy, meni bobomni yaxshi yurgan joy haqida. To'g'risini aytsam, bobom menga hech qachon unaqa joylarga chiqishni yaxshi ko'raman demagan. Qalaysan? Lekin yo'q degan ekan, avval o'lishidan bir hafta oldin aytadi menga. Bu joylar, unaqa joylarni yaxshi ko'rishni. Shu aytishmasam qaysidir bitta baland binoni aytganda. Bu yerlarga kirmaganimga ham yillar bo'lib ketibdi. O'z uyimni yo'qotib qo'ysam bo'ldi-da. Aytishmasam men shu bino bo'lish kerak. Bu yerga kirish kerak. Bu yerda zombilar namoz eshitilyapti. Bu yerda zombilar bor. Yo'q, sovuq ekan. Chiqib qolamiz. To'g'risini aytsam, bobom menga bu kiyimni berganiga ishonchim komil. Chunki
Yo'q, kengayish. Bu yer portlaydi. Yugurib qoldim. Yo'q. Bobomning yoniga endi chiqaman. Men bu bobomni. Bobojon.